azmi ulug' shu xalqimga, shu kollektivga bosh egadi. Yozuvchi bo'lib ota-onamni, marhum ota-onamni qo'msab ko'rib yozaman-ku. Lekin bugun ko'z o'ngimda ota-onam qayta kirib olib kelganlariga qalbim bom bo'lib aytyapti. Sana ota-onang voqea, umr voqea. Jonini topmayman. Yoshligidan Qobilga o'xshab loyiq o'g'liga jonini baxshida qilganda jonini ham fido etdi. Butun hayoti umrini eslatadi. Mana shu yaxshilikka javoban farzandi umr o'sha qo'llarni bag'riga bosib duosini olgan o'g'il, jonni berishga qaror bergan o'g'il hamisha ularni azmi sharafini tutdi. Men Allohdan bitta shukronam shuki, Alloh menga bir ulug' ne'mat yo'ldoshini berdi. Har bir yaratgan asarlar kitobimda, meni otam yuragimda, meni asarlarimda ilohim mana shunaqa bizni baxtli saodatli qilib voyaga yetkazgan ota-onamga ularning azmi berdi. Mana shunday, chunki deyishadi, insonning dunyoga kelishining o'zi bir mo'jiza, baxtli yashashga. Bizni har tomondan, nafaqat biz yetti farzand, o'nta farzandning ulug' ota-onasiga baho beraman. Chunki bunaqa onalarni sharaflab kelganman, sharaflab kelganman. Negaki ular hayotini qomat insonlar bilan tarbiyalaganda xalqimga oq bo'lsa-da manfaat degani uchun ota-onaga hamisha bosh egib bosh egaman. Mana shunaqa ulug' aktyorlarimizga ota-onamizni san'atini bergan. Bosh egaman o'zining san'ati, talanti bilan mana qizim shu asarning postanovka tayyorlagan Nodiraning boshlagan ajoyib inson boshqarma madaniyat boshqarmasi boshlig'i ajoyib inson yo'ldosh taklifchiga hammalariga rahmat. Kelgan shu aziz insonlarga bir yaxshi asar bergan. Hozir biz hakkımız qatorida qabul qilgan ulug' insonni mani yuragimda, qalbimda hamisha g'urur, hamisha iftixor qilgan pedagog fanlari doktor Mahmud Hikmet Kasarovning ta'miga shaqsamda bir og'ir Abdulloh Avazov ruh so'zlasa mumkinmi? Bugun mamlakatimizda xotira va qarindosh kuni tantanali ketayotgan paytda bugun siz bilan biz ustozimizni filologiya fanlari nomzodi dotsent, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan o'qituvchi, O'zbekiston xalq ta'limi a'lochisi Kamol Xayridayevning xotiralarini yod etib, ushni ruhlarni shod etdik. Endi
aytadigan bo'lsam, men birinchi kursdan 60-yilda o'qib paytimda 5 yil davomida ham rahmat ustozimiz bizga dekan edilar. O'sha dekanlik paytlarida ham juda haqiqiy, juda shu talabalarni ilmga, fanga chanqoqligini sezib, ularni boshini silagan insonlar. Endi agar kamol xayrlashni ko'rmagan insonlar bo'lsa, Botirjonni o'zi 100% kamol xayrlash qiloladi. 3-chi, 4-chi, 5-chi kursda bo'lgan paytimizda maktabga amaliyotga chiqqan paytida qachon 5 olardik. Bu vaqtda Botirjon maktabda o'qirdilar, kelib kamol xayrlashga Botirjonni maqtardikki, Botirjon zo'r darsani hammasidan a'lo deb xursand bo'laylik. Ki o'sha paytda stipendiya ham 5 olish ham shu Botirjon tufayli bo'lgan. Bu kamol xayrlashni o'g'illarga, farzandlarga, shogirdlarga bo'lgan mehnatni juda katta shu nishonasi edi. Bugun ustozimiz kamol xayrlashni hayotlardan bir nechagina narsani tomosha qildik. Kamol xayrlash 20 yil davomida Buxoro davlat pedagogika institutida pedagogika fakultetini muvaffaqiyatdan boshqarib, biz talabalarni, biz yoshlarni o'sha paytda shogirdlarni boshini silab, faqat hamma ko'rgan shu xursandchilikdan shu qachon bo'ladi, biz kichkinagina muvaffaqiyatimizni ko'rsa ham shu xursand bo'ladi. O'sha mana ko'rgan spektaklda ko'rgan narsalar kamol xayrlashning insoniylik sifatlarini, shuni ustozlik sifatlarini, shuni oilaga bo'lgan mehr muhabbatlarini kichkinagina nishonasini ko'rdik. Bugungi kunda shu fazilatni, shu hislatni, shuni mana sevimli o'g'illari Botirjon davom etib kelyapti. Otasini ulug'lagan inson hech qachon hayotda xor bo'lmaydi deydilar. Men o'ylaymanki, Botirjon otani, onani shunday ulug'lagan inson ekan, men o'ylaymanki, bu kuni ikki dunyosi ham xor bo'lmaydi. Ikki dunyo saodatga bo'ladigan inson. O'sha paytda Botirjon maktabda o'qigan paytda bejizga shuni maqtamayotgan ekanmiz. Bu kishi o'zi yozuvchi, shoir, umuman juda nozik inson bo'lishini o'sha paytda biz sezgan ekanmiz. Va o'ylaymanki, bizga qo'yilgan baholar ham Botirjon sun'iy bo'lmagan, bu tabiiy bo'lgan. Shu keling, siz ham ustozingizdek, sizni kamol xayrlash 1910-yilda tug'ilganlar. Men shuni o'g'illarday tug'ilganda o'sha xonadonda ko'p deb chiqqanman. U kishini mana shu 28 yil davomida yosh bolalarda bo'lib, shuni etagidan tutib, biz shu xonadonda farzand sifatida kirib chiqamiz. Doimo farzandlar mana Botirjon, Zokirjon, Mirjon, Zarpagan bor, Zarpagan mana oilalarni ko'rib xursand bo'lib, shu holatda kishi juda ko'p mehmondo'st insonlar. Bu talabami, o'qituvchimi, boshqa qo'shnimi, bari dasturxonlar doim ochiq edi. Mana shu Botirjon sizga otangizga yaxshi hislatlar o'tgan. Biz o'ylaymizki, ustozimiz 78 yil mazmun umr ko'rgan bo'lsalar, sizga Xudo qancha umr bergan bo'lsa, otani, onani ulug'lab, siz farzandlarni ko'rasiz. Doimo ustozimiz ruhlari shod bo'lsin, sog' salomat bo'ling. Hamisha Buxoromizni nurga ko'zib kelgan Buxoroy sharafdan lasdat yerdan oshmagan nur qiladi. Mana shu nurning qatrasini xalqimizga, hatto bugungi bizning O'zbekistonimizning jannat maqom bo'lishiga o'zining butun mahorati, ilmiy ijodini baxsh etgan aziz insonlarimiz bor. Men uchun qadrli bo'lgan insonlarimiz bor. Bu bizning Buxoronoma gazetasi bosh muharriri o'rinbosari Halilov Abduzalil Bakirovga bir şey söyleyip desek. Qanday Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, aziz domlalar. Bugun Buxoro musiqiy drama teatri sahnasida bir yangi asarni tomosha qildik. Agar teatr tarixiga nazar solsak ekan,
bu sahnada mana shu Buxorodan yetishib chiqqan katta allomalarni obrazlari yaratilgan, xalq qahramonlari siymosi yaratilgan sahnada ko'rsatilgan. Lekin mana shu o'tmish davrga bir bundoq nazar solsak agar, respublikamiz madaniyati, fani rivojlanishiga Buxoro ziyolilari, biz bilgan insonlar ajoyib katta hissa qo'shgan. Ana shulardan birlari Kamol aka Xayrullayev. Shuni nafaqat haligi viloyatimizda, balki butun respublikamizda pedagogika fanini rivojlantirishga ulkan hissa qo'shgan bir alloma pedagoglardan biri edilar. Ana shular ishlarini davom ettirib, Sakaga o'xshagan olimlarimiz bugungi kunda ham Buxoro pedagogikasi respublikada eng peshqadam haligi fan ta'lim sohasida ekanligini amalda isbotlab beryapti. Endi yana bir narsani aytmoqchimanki, shu har bir farzand ota-onasi oldidagi burchini ado etishi. Bugungi spektaklni tomosha qilgan yoshlarimiz o'tiribdi. Ular hammalari farzand ota-ona oldidan qanday burchli ekanini his etdilar. Bu albatta asar muallifi Botirjonlar bir o'ziga xos yoshlar o'rtasida tarbiyaviy ishlar olib borganidan dalolat qilgan yangi chiqamiz. Endi haligi nafaqat Kamol aka Xayrullayev xotirasi. Ana bugun men eng sevgan nomlarimdan biri Mustaqil Mirzayev sahnada ko'rdim. Bu degan gap haqiqatda o'sha 50-60 yillarda Buxoro fanini rivojlantirishga hissa qo'shgan ulkan olimlarimizni haligi xotirasi oldida ta'zim qildik san'atkorlar. Mana shu farzandlik burchini ado etib, qadar buzrukvorlari, volidayn muhtaramalari haqida ana shundoq ajoyib spektaklni yaratdi, haligi asarini yaratgan, uni sahnada ijro etgan aktyorlarni bu katta bir xotira va qadrlash kuni bayramiga o'ziga xos bir sovg'asi bo'lgani bilan muborakbod etaman. Hamda Botirjonni bundan keyingi ijodiy izlanishlariga yangi muvaffaqiyatlar tilayman. Sog' bo'ling. Kamol Xayrullayev bir ustasi oldiki gipnozga baqirishdi. Shu odamni qaragan bilan ichga kirib, o'sha insonni boshqa dunyoga olib qo'yishadi. Bu insonni xulqini latofat qilib, shunaqa bir xalqimizga ajoyib bir shogirdlarni farzandlar berganki, man bir ajoyib ham dadamizning yana bir sevimli o'g'illari farzandlari bor. Farzand fanlari doktor professor man butun qalbimdan, butun vujudimdan shuni hozir o'shalarni kirib kelishdi, esxatlardan kirib kelishdi, ko'zda yoshli shu odam ularni bag'riga bosib, mani shogirdlarim o'g'illarini ko'zimga yosh qalbimda shunchalik tabarruk inson. Katta hurmat ehtirom bilan so'zdan ularmizda navbatga kesilgan dalamizning yana bir bugungi farzandlar hisobatiga undan sizga so'z sizlar. Marhamat. Har bir narsa Assalomu alaykum. Qadrli buxoroliklar, aziz va sevimli yurtdoshlarim. Bugun bu katta hammamiz uchun qadrli bo'lgan ajoyib koshonada o'tirgan mening ustozim Kamol Xayrulleyevning farzandlari, oila a'zolari, mening safdoshlarim,
jajjigina farzandlari. Buxoro, ko'ksimda ko'rkam binolar, yashnagan ustiga qo'shmoqda husn, qani edi tirilib ibn Sinolar, bo'rsayni gullagan she'rlar budur. Vatanga taniqli joysan Buxoro, Shashmahon to'ylarga boysan Buxoro. Ana shu Buxoroning shuhratini baland ko'targan insonlar to'g'risida bugun gap ketdi. Shulardan bittasi mening ham ustozim, mening ham mehribon, menga dars bergan, men uchun qadrli bo'lgan inson Kamol Xayrullayev. 1956-yilda Berisjondan ham 5 yil oldin shu Buxoro davlat pedagogika institutiga kirib 1961-yilda bitirib, undan keyin ustoz bilan birga ishlash menga ham nasib etgan. Ustoz shunday bir inson edilarki, xotiralari juda kuchli edi. Ham ko'rish xotirasi insonda, ham sezish, idrok etish juda kuchli edi. Ustoz shu kun darsga kirar edilar, keyingi hafta yana shu kun darsga kelar edi. Shunday kelib kirib, qani siz qaysi mavzuni o'rganib deb, o'sha o'tgan hafta darsda bo'lmagan yigitdan yo qizdan so'radilar. Qarangki, domlada xotira shunchalik kuchli ediki, bir hafta ba'zan bugun darsga kiramiz, kecha darsga kirganlarni yo bilib qolamiz, yo bilmaymiz ayrimlarni, domlada ana shunday xotira kuchli edi. Men domlada darslarini ko'p tinglaganman. Eng qiziqarli joyi, domla meni uylantirganda to'yimda ishtirok etib juda katta nutq so'zlaganlar va shu to'yga Faxri Kamolni olib kelganlar. To'y qishloqda, hovlida Faxri Kamol birga kelgan domla bilan Faxri Kamolga ham so'z berganlar. Qarang, bu tarixiy jarayon. Bugun bu kunlar 60-yil edi. Buni eslasangiz, hali E'tibor Botirxon tug'ilmagan bo'lsa kerak, ana shu kunlar biz ko'rganmiz. Keyin vaqtni qarang. Domla Kalbol bozorining astidagi hovlida, kichkina hovlichada to'y qildilar. Qizlarni chiqardilar Nazira xonim. Shu to'yga menga raislik qilish nasib etgan. Shu to'yga o'sha paytning rahbarlari Umar Hamrayev, Junayd aka, Juma Namozovich, juda ko'plab olimlar, kishilar, davlat arboblari ishtirok etdi. Qarang, kichkinagina hovlida ana shular hammalari ishtirok etgan, bir qismi pastda, bir qismi boloxonada turib shu to'yni chiroyli o'tkazganmiz. Mana shu daqiqalar hamisha Botirxon mening ko'z o'ngimda xuddi nettaday aylanib turadi. Domla bizlarni o'qitganda mana shu bir gruppada dars bergan. Domla dars bergan 25 kishi edi. 25 kishi ichidan 3 nafar doktor, bitta gruppani aytyapman, 3 nafar nomzodi chiqqan. Bu mana o'ylayman, shu domlaning xizmatlari. Domla juda ilmni sevadigan inson edilar. Botirxon bugun farzandlar haqida gap ketyapti. Farzandlarni biz e'zozlaymiz, hurmat qilamiz. Lekin hamma farzandlarning ota-onasiga ana shunday mehribon bo'lishini hamisha orzu qilamiz. Siz bugun haqiqatan shu jomiyning bitta to'rtligi bor. Jahonda eng oliy ne'matli farzand. Farzand bo'lib yolg'iz jonga payvand. Farzand bilan gurur maqsudning jomi, farzand bilan qolib har kunning nomi. Siz otangizni chinakam sifatida bugun ham onangizni, ham otangizni qayta
unutmasligini biz istaymiz. Har bittalarimiz shuni kerak bo'lsa pedagog sifatida talab qilamanki, ota-onamizni hurmatini joyiga qo'yaylik. Onajon, Kabul uzun sensiz jahonning naqlay degani negiz emas ekan. Bu onalarga, xotinlarga shunday murojaat qilgan ekanlar. Siz ularning ruhini shod qildingiz. Siz uzoq yashaysiz. Sizga baxt, sizga omad tilayman. Bugun sahnada sizni otangizni, onangizni uchish do'stlarini tinib yana qayta bizlarga ko'rsatgan san'atkorlarimizga aytman. Shogirdlar nomidan ofarin deyman, rahmat deyman. Mana shu sahnada ulug' siymolar qadam qo'ymoqchi bo'ldi. Amir Temurimizni, Navoiylarni, Boburlarni yaratishdi. Qarangki, baxt qolering, qarangki, otamizning shunchalik duolarini olgan ekanmizki, nafaqat ota-onamizni buyuk darajalarni ham qadamroq joylarga qo'yishga muvaffaq bo'lgan. Bitta qarsak bo'lsa, Allohning ne'mati. Allohga to'g'rilar. Ularni qilishganini hayotda ular hayot maktab bo'lib qolib, ancha shu O'zbekistonning ravnaqiga, komil insonlar bo'lib ketishiga o'zini katta eslatib qo'yadi. Bitta ruxsat bersanglar, shu ulug' siymolarni qadamroq qilgan shu aktyorlarimizga bitta she'r yozganman. Buxoro viloyati muzika drama teatr kollektiviga bag'ishlangan teatr. Osmonga bosh qo'ydim, ey azizlargoh. Moziga soldim nazar aylab sajdagoh. Navoiy Sino Temuriylar banda ruhlar kezib yurgan muborak dargoh. Ona yurtni madh aylab, ey aziz inson. Merosi dog'lig'i taratding go'yo sulton. Xalqim deya dargohingni ochib keng, oshmasan yagona deya O'zbekiston. Olimxo'ja, Ra'no Hamroy, Mashal Nur, Mudalburxon in mastalari bo'lib ur, Mavz saltanati tiriltirib daholar, teatr sahnasida mavj dur. Ostoningga bosh qo'ydim, ey aziz dargoh. Moziga soldim nazar aylab sajdagoh. Navoiy Sino Temuriylar banda ruhlari kezib yurgan muborak dargoh. Hurmatli vaqtingizni ayamang. Mana shu dargohga kelib ota-onamizni qo'rqitamiz. O'tgan insonlarni ularni shod etib kelganlarimizni istaymiz. Har bir xonadonga bosgan qadamlar ota-onani qalbida dugon qilib, o'shalarni duosini olib, hamisha xalqimizning suyukli farzandi bo'lishga harakat qilgan inson bu bizning kelajakimiz, vatanimizning kelajagi, O'zbekistonimizning porloq kelajak olaman. Hamisha xonadoniga baxt, baraka qachon qilmasin. Chiroq hamisha kelganlarimiz uchun katta rahmat. Shu kelibsizlar. Omad tilayman.